Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi videomizda ko'pchilik qiziqayotgan 3 oyoqli velosipedlarimiz hamda lotkali skuterlarimiz haqida qisqacha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoni diqqat bilan kuzatishda davom etinglar. Qani unda biz boshladik. Azizlar, mana Xitoydan yangilik bo'lib kirib kelgan 3 oyoqli velosipedlarimiz 5 ta akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi. Ya'ni 20 ga 12 lik akkumulyatordan. Bitta to'liq quvvatida hozirgi kunda 40 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'ta oladi. Buni 3 xil ranglari bo'ladi. Xuddi shunday qora bo'ladi va bordovoy qizil va mana bunday seriy ranglaridan bo'ladi akalar. Kamera bir yaqinroqdan ko'rsatib qo'ying. Mana bu yerda sidinalariga ahamiyat beradigan bo'lsak, ikkita yosh bola yoki bitta katta inson bemalol o'tirib ketsa bo'ladi va ushlagichlarigacha bo'ladi akalar. Endi buni ko'tarib, ag'darib qo'yadigan bo'lsak, bozor uchun qulay aravacha hosil bo'ladi. Ichki razmeri, ya'ni eni 80 cm, uzunligi 1 metrni tashkil qiladi ichki tarafi. Xuddi shunday holatda bo'ladi va ko'tarib mana bunday qo'yadigan bo'lsak, yana sidina qilib haydab ketsangiz bo'ladi. Haydovchiga qulay o'rindiqlar qilingan. Pedalidan foydalansangiz ham bo'ladi yoki akkumulyator yordamida haydab ketsangiz ham bo'ladi. Mana egar va oyoq qo'ygichlar bilan jihozlangan. Tablo qismlari ham juda qulay. Mana kamera yaqinroqdan ko'rsating. Tablo qismi xuddi shunday bo'ladi. Bu yerda tezlik bo'ladi, zaryadkalarini ko'rsatib turadi va skoroslari nechida turganini ham ko'rsatadi. Kalit yordamida hamda mejigar pult yordamida yoqib o'chirsak ham bo'ladi akalar. Endi tormozlarga kelsak, qo'lda bo'ladi. Mana bezopasniy rejimlari bor, ya'ni mana tormozni bosib, xuddi shunday knopkalar bosib qo'yadigan bo'lsak, yosh bolachalar yurg'izib olgan taqdirda ham yurib ketmaydi akalar. Qachonki siz shuni mana tormoz knopkasini ochganingizda keyin harakatlanishi davom ettiradi. Bu yerda mana skoroslari bor, 3 ta skorosdan iborat, signallari hamda pavorot bilan jihozlangan. Mana faralari ham chap qo'lda bo'ladi akalar. Bu yerda esa oldiga, orqaga yurish tugmachalari bor akalar. Xuddi shunday holatda. O'zini komplektida zaryadkasi bokovoyi bo'ladi akalar. Xuddi shunday holatda bo'ladi. Endi rangini aytib o'tib ketdik. Mana bu qora rangini ko'rsatdik hozir. Bu yerda bordovoy qizil rangi, parametri hammasiniki bir xil. Narxlariga keladigan bo'lsak, akalar $600 ga chiqarib beramiz. Ana endi balonini so'raganlar bo'lsa, oldi tarafi 20 balon sakadiskalik bo'ladi, orqa tarafi 18 balon sakadiskalik bo'ladi. Motor quvvati, miyalari anchagina baquvvat, podyomlarda ham yuklarni hech ikkilanmasdan bemalol olib chiqib keta oladi. Xo'p, so'mda hisoblaydigan bo'lsak, 7.200.000 so'mga chiqarib beramiz akalar. Endi qaranglar, ovoz pavorotlarini tekshirib ko'ramiz. Mana signali ham anchagina yuqori, pavorotlari mana bezzuk holatda bo'ladi. Mana bu farasi ham ancha yorqin led chiroq bilan jihozlangan. Endi kalit yordamida mana yurg'azib o'chirsak ham bo'ladi va mejigar yordamida ham yurg'azib o'chirsak ham bo'ladi. Mana yondi. Mana xuddi shunday holatda o'chadi akalar. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Dastavkalarimiz faqat pullik bo'ladi, sizni joylashgan joyingizga qarab akalar. Ana endi uka, menga sal ixchamroq bo'lsin, lotkali bo'lsin deganlar bo'lsa, mana lotkali skuterlarimiz oldingi Ural mototsikllarga o'xshab ishlab chiqarilgan bo'ladi. Mana qulay o'rindiqlari bor, akkumulyatorlari sidinaning tagida joylashgan. Bu yerda emas, sababi tez yurganda balansini bir xil ushlashlik uchun va chiqish tushish uchun ancha qulay joylar qilingan, ushlagich suyangichlargacha bo'ladi akalar. Bu yerda bitta odam, bu yerda bitta odam o'tirib ketsa bo'ladi. 5 ta akkumulyatorlik 16 balon sakadiskali bo'ladi. Buni narxini $600 qo'ygan edik, skidkada $550 ga chiqarib beramiz. Bitta to'liq quvvatida 40 km masofani bemalol bosib o'ta oladi akalar. Motor quvvati 240 watt, tezligi xohlasanglar 25 dan oshmaydigan qilib beramiz. Xohlasanglar 30-35-40 tezlikka chiqadigan qilib beramiz akalar. Mana oldi tarafi jitkis tormoz bilan jihozlangan bo'ladi. Ana endi navbatdagisi, bu ham yangilik, lotkalik, xuddi shu Ural mototsikllarga o'xshab ketadi. Buni ham sidinasi bu yerda mana qo'shimcha sidinalari bor, chiqish tushish uchun juda qulay, ushlagichlarigacha bo'ladi. Akkumulyatori bu yerda joylashgan. 4 ta akkumulyator bilan jihozlangan, balonlari 14 balonlik bo'ladi. Bitta to'liq quvvatida 30-35 km masofani bemalol bosib o'tsa bo'ladi akalar. Yaqinroq keling-da, bu yerda sidinalarini ko'rsatib o'tamiz. Qaranglar, bu yerda haydovchi uchun, yosh bolacha uchun va bitta yo'lovchi uchun maxsus joylar qilingan. Orqada sandiqchalari bo'ladi. Mayda-chuyda solib ketsangiz bo'ladi. Tablolari ham juda qulay.
Mana yaqinroqdan ko'rsatamiz. Mana e'tibor beringlar, tabloda tezlik hamma yo'g'ini ko'rsatadi. Hali akkumulyator qo'yilmagan. Signal, pavorotlari, faralari bu qo'lda, chap qo'lda joylashgan va bu tarafda oldiga, orqaga knopkalari, skorstlari va bu yerda kontrollari bo'ladi akalar. Komplektida zaryadchi bokovoylari bor. Buni narxini akalar $580 ga chiqarib beramiz. Va bu yoqdan ko'rsataverasiz. Xo'p, so'raganlar uchun buni xuddi shunday rangi bo'ladi, dizayndagisi. Yo'q, menga boshqacharoq qilib bering deganlar bo'lsa, bu yerdagi dugalari mana bu rangdagisi bor. Bir xil, ya'ni qaymoq rangda chiqadiganlari bor. $580 dan chiqarib beramiz akalar. Ana endi uka, menga velosiped qilib bering deganlar ham ko'p bo'lyapti. Mana bunday velosipedlarimiz bor, ya'ni 20 ballon saka diskalik bo'ladi, 5 ta akkumulyator bilan jihozlangan. Bitta to'liq quvvatida xudo xohlasa 50-60 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. E'tibor beramiz, oldi tarafi jidkis tormoz bilan jihozlangan bo'ladi. Motor quvvati 240 watt. Xohlovchilarga buni tezligini 25 dan oshmaydigan qilib beramiz. Xohlovchilarga 55-60 tezlikka chiqadigan qilib bersak ham bo'ladi akalar. Bularning narxini hop 4 800 ming so'm ozmoz o'tib beradigan joyi bor. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, dastavka qilib beramiz. Ana endi yo'l tanlama skuterni ko'pchilik so'rashadi, ya'ni 16 cho'ntak modeli. Xo'p, bularimiz 16 ballon saka diskalik bo'ladi. Oldi tarafi jidkis tormoz bilan jihozlangan bo'ladi. 5 ta akkumulyator bilan jihozlangan, bitta to'liq quvvatida 50-60 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. Qaranglar, buni ham ikki xil rejimi bor. Ya'ni prava so'ralmaydigan deganlar uchun 22-25 tezlikdan oshmaydigan qilib beramiz. Motor quvvati 240 watt bo'ladi. O'z-o'zidan prava talab qilinmaydi. Agar yo'q, uka men tezroq yuraman deganlar bo'lsa, tezligini 55-60 tezlikka chiqadigan qilib beramiz. Unda prava talab qilinadi, lekin tez yursangiz ham bo'ladi. Bularning narxini akalar $350 ga chiqarib beramiz. Ozmoz o'tib beradigan joyi bor. Aytib o'tganimizdek, bu skuterlardan cheklanmagan miqdorda bor, faqat mana bu skuterimizdan bir dona qolgan akalar, shoshib qolishinglarni tavsiya qilamiz. Qolganlarini qancha miqdorda kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Dastavkalarimiz pullik bo'ladi, sizni joylashgan joyingizga qarab. Narxini qisqacha eslatib o'tamiz. 3 oyoqlik velosipedlarimiz $600, so'mda 7 200 ming so'mga chiqadi. Lotkalik Ural mototsiklga o'xshagan 16 ballonlik skuterimiz, buni $550 ga chiqarib beramiz, skidkadagi bahosi. Ana endi lotkalikning kichkina variantini $580 ga chiqarib beramiz. Velosipedimizni 4 800 ming so'm va 16 ballon cho'ntak modelimiz 5 ta akkumulyatorlikni $350 ga chiqarib beramiz akalar. Mana bu tarafda akkumulyatorlarga e'tibor beramiz. Ko'pchilik akkumulyatorlariga ikkilanib qolyapti. Uka eskimi, yili yangimi deganlar uchun mana korobkada tayyor turibdi. Bularga akkumulyator bosilmagan xolos. Bunga sinov uchun bitta akkumulyator bosib qo'yilgan. Klient kelib qolsa ko'rsatib berish uchun. Mana agar zakaz beradigan bo'lsanglar, yangi pachkadan ochib, akkumulyatorni bosib jo'natib beriladi akalar. Bu yog'idan behijolat. Qanaqadir savol bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Demak, e'tibor uchun kattakon rahmat. Videoni foydali deb hisoblasangiz, bitta like bosib, videoni xuddi shunday skuter qidirib yurgan yaqiningizlarga ulashib qo'yishni unutmanglar. Salomat bo'linglar. Ha, aytgancha manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan.